Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lgan odamning uyida Alloh taoloning bu farishtalari turmaydi. Chunki Alloh taolo o'zini ibodatiga ota-onaning roziligini yonida zikr qilgan. Menga shirk keltirma, ota-onangga itoat qil. Ota-onasiga oq bo'lgan odam xohlaganini qilsin, kasasi oqarmaydi. Aniq bu. Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan qotiyur rohim bu kishining uyida ham bu rahmat farishtalari bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ko'p hadis qudusiylarda aytgan, kim qarindoshchiligini tikkalasa, men u bilan aloqamni tikkalayman. Kim qarindosh urug'chilik aloqalarini uzsa, men aloqamni uzaman deydi. Shuning uchun ota-onasi bilan yashayotgan bo'lamizmi yoki ota-onasidan alohida chiqib ketayotgan aka-ukalar bo'lamizmi, esimizdan chiqmasin o'g'il bolalar. O'sha qari ota-onani boqishlik siz bilan meni ishim. Agarchi alohida ishga chiqib ketgan bo'lsa ham, 50 ga kirdingizmi, 60 ga kirdingizmi, otangiz bormi? Uni boqishlik sizning vazifangiz. Esingizdan chiqmasin.